bu haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lmasdan ha deya javob beradi va bu oqibatida firibgarlar tomonidan sizga hozir kod jo'natamiz va ushbu kodimizni esa sizga kerakli bo'lgan hududda sizga nomingizga rasmiylashtirilayotgan sifatini qayta sizga murojaat qiladigan so'zlar bilan ishonchga kelgan holatda kelgan SMS kodlarini olish mumkin. Bu orqali keyingi bekat Urganch tuman davlat xizmatlari markazi. to'lovlar yordamida bank vositalarida bo'lgan mablag'larni boshqa bir bank o'zingiz bankka murojaat qilishingiz mumkin. Bank hech qachon karta va hisobingizga oid ma'lumotlarni yoki SMS kodini so'ramaydi. O'zingizni gapga chaqirishiga yo'l qo'ymang, qo'shilmaydi. Poytaxtimizda aholiga qulay sharoit yaratish maqsadida yangi zamonaviy avtobuslar olib kelinmoqda. Ularning barchasi siz qulay va manzilingizga xavfsiz yetib borishingiz uchun xizmat qiladi. Afsuski, ayrim yo'lovchilar orasida avtobusda yo'l haqi to'lovini amalga oshirmay harakatlanish holatlari kuzatilmoqda. Bu qonunga zid xatti-harakat. Bu jamoat transportiga zarar yetkazadi. Keyingi bekat Urganch yuridik texnikum. Somsa yemek edelim bu. Qaysi somsadan yeymiz? Bobur Mirzoni somsasidanmi? Sho'rmi? Sho'dami somsa? İlikmi? Açık kakı. Bobur Mirzo kafesi. Gücüne mi yetmeydi? Aç buldun mu ya? Gir eve.